Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Xitoycha O'zbek, siz mening YouTube kanalimdasiz. Demak, bu kanal orqali sizlarga Xitoy bilan savdo aloqalariga doir ma'lumotlarni berib boraman. Va shuningdek, bugun ham o'rtoqlar sizlarga ikkita yangiligim bor, bitta yaxshi hamda bitta yomon. Kimma xabari bor, kimma xabari yo'q bilmadim, lekin 2 oy oldin bu haqda kanalimizda, Telegram kanalimizda xabar bergandik. Ya'ni kim Xitoy bilan vizasiz rejim joriy qilinishi kutilayotgan edi. Qariyb bir 2 oy oldin mana shu narsa Telegram kanallarda aytib o'tilgandi, ya'ni ommaviy axborot vositalarida. Ammo lekin biroq o'rtoqlar bu narsa amalga oshmadi, ya'ni vizasiz rejim joriy etilmadi. Bu albatta yomon xabar. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan intiqlik bilan kutishayotganida, albatta ular uchun bu juda ham katta bir plus berardi, ammo lekin bu afsuski amalga oshmadi. Endi xudo xolasa balki kelajakda bu rejim amalga oshib qolar va albatta agar vizasiz rejim, Xitoy bilan vizasiz rejim amalga oshadigan bo'lsa, bu tadbirkorlar uchun ayni muddao bo'lar edi. Ikkinchi yangiligimiz bor. Ya'ni Xitoyning Alipay hamda WeChat to'lov tizimlari O'zbekiston banklari bilan integratsiya bo'lishi kutilmoqda. Endi o'rtoqlar, integratsiya deganda kimdir tushunmasligi mumkin. Agar ushbu jarayon tatbiq etiladigan bo'lsa, bu ko'plab tadbirkorlar uchun juda ham bir qulayliklarga ega bo'lgan bo'ladi albatta. Endi ular qimmat kursda yuan sotib olib o'tirmagan bo'lardi, ya'ni Alipay yoki WeChatga o'sha O'zbekiston kartalarini kirishi orqali to'g'ridan-to'g'ri Xitoyda mahsulot xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Bu albatta juda ham yaxshi yangilik. Buni hamma tadbirkorlar intiqlik bilan kutadi. Agar amalga oshadigan bo'lsa, haqiqatda bu juda ham katta plus deb o'ylayman. Buni bitta yaxshi pluslaridan bittasi, ya'ni siz yuanni markaziy bankdan yoki umuman O'zbekistondagi banklardan ola olmasdik. Ya'ni Xitoyga to'lov qilish uchun odatda biz yuan sotib olishimiz kerak bo'lardi. Visa bilan, to'g'ri Visa yoki Mastercard bilan to'lov qilish mumkin, lekin kartalar bilan ham to'lov qilishda bir qancha muammolar borligi sababli eng qulay to'lov tizimi bu Alipay to'lov tizimi edi, hamda WeChat bilan ham. Xo'p, o'rtoqlar, agar bu jarayon amalga oshadigan bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, bu juda ham tadbirkorlar uchun qulay bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston kartasini kirish orqali biz to'g'ridan-to'g'ri Xitoyda mahsulot xarid qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu albatta yaxshi. Buni minus taraflaridan bittasi oldin shunaqa edi. Ko'plab hozirgi kunda Telegram kanallarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda yuan oldi sotuvchi kanallar, ya'ni Telegram kanali ko'payib bormoqda. Albatta ularning hammasi ham o'rtoqlar ishonchli emas va haligacha mijozlar tomonidan o'sha firibgarlar tuzoqqa tushib qolish holatlari ham kuzatilmoqda. O'rtoqlar, sizlarga bitta yaxshi maslahat beraman. Ko'pincha bu xatoni yangi mijozlar qilishadi, ya'ni qayerdandir bir kurs o'rganib kelishadi, arzimagan 100 ming yoki 50 ming, 60 ming so'mga. Keyin ular, ya'ni kuratorlari o'rgatishgan ularga yuan sotib olishing kerak bo'ladi, mana shunaqa qilasan deydi. Ular tipa o'rgandim, men professionalman deb birinchisida katta miqdorda, misol uchun yuan sotib olib, kuyib qo'yganlar ham uchrab turibdi o'rtoqlar. Yaqinda misol uchun bittasi yozdi, o'zimga ham Telegramdan yozdi. Ya'ni 6 million so'm pulga kuyib qolibdi o'rtoqlar. Ya'ni Telegramdan topgan, ya'ni o'sha Telegramga yozgan, Telegram kanallardan bittasi chiqib kelgan, yuan kerak qancha, shuncha million, 6 millionni bittada tashlab bergan, уже сразу на место bloklagan. Keyin nima qilsam bo'ladi? Qisqasi o'rtoqlar, bu uchun keyin yugur ichki ishlarga xabar ber, boshqa yana shunga o'xshagan masalalar juda ham ko'p. Hali topiladimi, yo'qmi, hali O'zbekistonda yo'qmi? Hali bu noma'lum narsa. Shuning uchun o'rtoqlar yuan sotib olishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar bu jarayon haqiqatdan amalga oshadigan bo'lsa, xudo xolasa bunaqangi firibgarliklar oldi olingan bo'lar edi. Bu tadbirkorlarimiz uchun ham juda ham qulayliklar keltirib chiqarardi. Endi boyaginda yuan sotib ol, bu qil deb yurmasdi. To'g'ridan-to'g'ri o'sha so'mni O'zbek kartasiga tushirish orqali, integratsiyalangan kartaga tashlash orqali, demak Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri mahsulot sotib olish mumkin bo'ladi. Agar O'zbekiston kartasi kiritilsa, demak bo'lishi mumkin. Shu narsa aniq bo'ladi bu narsa. Ya'ni foiz ushlab qoladi. Endi bizda bilasizlar, kamida yoki 1% yoki 0.5% ushlab qolinishi ham mumkin. Endi bu katta summa emas albatta. 1% misol uchun o'zimizning bankomatlardan yoki
umuman olganda hamma to'lov tizimida, viza to'lov tizimida ham, aynan Mastercard to'lov tizimida ham xuddi shunday nima deydi, foiz, ya'ni Xitoyga to'lov qilganingizda 1% yoki 2% ushlab qolish u hamma kartada bor, bu muammo emas. Boyaginday firibgarlar tuzog'iga tushib qolgandan ko'ra, aynan xuddi shu turda to'lov qilish menimcha qulay bo'ladi, o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa yangiliklar ko'p. Yangiliklarni sizlarga iloji boricha ulashib borishga harakat qilyapmiz. O'rtoqlar, bizni kuzatib borishni davom eting. Albatta, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Do'stlaringizga ham albatta ulashing.